Arzon bozorda yangi kelgan mahsulotlar va skidkaga tushgan mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Kallex yogurtlari, bularni assortimenti bor. 3 xil fokus bor hozircha 5000 so'mdan. Sorima Eron yogurti, buni bir donasining narxi 3500 dan. Erondan kelgan slivichniy sirlarning narxini ko'rsatmoqchiman. Xo'p, bu yerda 200 grammligi 18000 so'm. Bu yerda mana katta 750 grammligi bor. Buni narxi 52000 so'm. 1,5 kilolik bor 87000 so'm. Ko'pincha bundan sushini orasiga va har xil San Sebastian shirinliklarga ishlatishadi va shu zo'r chiqadi. Cheese krem 250 grammligi 19000 so'm. Bu ham Eronning mahsuloti. Hop, bu yerda mana labne sirlarimiz bor 18000 so'mdan. Ko'rishingiz mumkin 250 gram bo'ladi. Hop, mana bu yerda cheese kremi 1 kiloligi bor. Bu 65000 so'm. Eronning Kallex slivichniy sirlari 1 kilosi 74000 so'm, 180 grammligi 16000 so'm. Bu yerda mana sut bor. Erondan keladi 3% ligi, narxi 14500 dan. Mana bu yerda Hanski sirli 1 kilosi 62000 so'mdan. Bu yerda mana Alsafi sirlarimiz bor. Buni 1 kilosi 60000 so'mdan. Bu yerda mana har xil davlatdan keladigan sirlar bor, mahalliy sirlar bor. Bularni bemalol gramga ham, kiloga ham, optimga ham olsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mana suyuq sirlar, har xil sirlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham assortiment ko'p. Asosan importdan keladigan mahsulotlarni ham hamyonbop narxlarda xarid qilasizlar. Kolbasalarning assortimentini ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p. Kapchonli kolbasalar 18000 so'mdan boshlanadi. Parvozniki 21500. Bu yerda mana parvozniki bor, bu ham 20500. Bundan tashqari har xil Ro'zimetov, Abdullayev hamma mahsulotlarni sveji xarid qilsanglar bo'ladi. Kolbasa va go'sht mahsulotini yaxshi ko'radiganlar, aynan sizlar mana shu xolodilniklarimizdan sveji keladigan go'sht mahsulotlarimizni olishingiz mumkin. Qazi, qarta, rulet, mol go'shtidan, qo'y go'shtidan yaxshi sveji keladigan mahsulotlarimiz bor. Bemalol bularni mehmon kutayotganingizda yoki kundalik hayotingizga olib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Asosiysi ishonchli va narxlari hamyonbop. Bu yerda mana qatu, kefirli go'jalarni topsanglar bo'ladi. Damashniy go'ja bitta katta baklashkasi 16000 so'm. Bundan tashqari mana Orifjon bor, Chig'atoy bor. Bu yerda mana ayronlar, bularni ham chiroyli narxlardan xarid qilsanglar bo'ladi. Mahsulotlarni bemalol optimga ham, donaga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Assortiment juda ham ko'p. Eng asosiysi muzli joyda turadi. Mahsulotlar sveji keladi. Arzon bozorda bundan tashqari 20 dan ortiq har xil yo'nalishda savdo qiladigan do'konlar bor. Ko'rishingiz mumkin oziq-ovqat, optim suv, tort deysizlarmi, pishiruvlar, har xil shirin makon, bu yerda koreyskiy salat, ho'l mevalar hammasini optim narxlarda bemalol kelib ro'zg'orlik qilsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Yangi Toshmina postidan o'tishingiz bilan 200 metrdan keyin o'ng qo'lingizda Arzon bozor deb yozilgan. Pastda murojaat qilishingiz uchun qo'shimcha nomerlar qoldiraman. Bu videoni o'zingizlarning yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Kelib, chiroyli narxlarda bozorlashib ketinglar. Hammalarni Arzon bozorda kutamiz.